Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun ingliz tilidagi umumiy 12 ta zamon haqida gaplashamiz. Present simple tense. Present simple tense bu hozirgi oddiy zamon degani. Formulasi subject plus verb as. Bu faqatgina hishiyat uchun. Bu nimani anglatadi? Doimiy odatlar, faktlar yoki har kuni takrorlanib turadigan ish-harakatlar va jadval asosida ketadigan ishlarda. Kalit so'zlari always, usually, sometimes, often, every day. Ko'pincha usually hamda always ishlatilinadi. Keling endi example-ni ko'ramiz. I study English every day. Men har kuni ingliz tilini o'rganaman. She works in a hospital. U kasalxonada ishlaydi, ya'ni har kuni kasalxonada ishlaydi. Present continuous tense. Present continuous tense subject plus am-is-are verb ing. Bu nimani anglatadi? Hozir ayni paytda davom etayotgan ish-harakatga nisbatan va present continuous tense bilan odatda shu kunlarda nima bo'layotganligi haqida gapirsak ham bo'ladi. Keywordsiga bular now, at the moment, right now, certainly. Odatda ko'pincha at the moment hamda now kalit so'zlari keladi. Example: I'm studying English now. Men hozir ingliz tilini o'rganyapman. They are watching a movie. Ular hozir film tomosha qilishyapti. Yana ko'proq examplelar bor. Xo'sh, keling endi present perfect hamda present perfect continuous haqida gaplashsak. Present perfect subject have done. Ya'ni verb fe'lning 3-shakli. Bu nimani anglatadi? O'tmishda boshlangan va hozir bilan bog'liq bo'lgan harakat yoki tajriba. Ya'ni o'tmishda biron narsa qilasiz, natijasi hozirda bilinib turadi. Keywords already, just, yet, ever, never, since va for. Example'lar: I have finished my homework. Men uy vazifamni tugatdim. She has visited London. U Londonga borgan. Mana oldin borgan, lekin hozirda natijasi bilinib turibdi. Present perfect continuous. Aytgancha present perfect tense'da odatda already, just, yet, ever ko'proq ishlatilinadi va since va for ham. Endi present perfect continuous tense. Subject have, has been doing. Ya'ni verbni do deb aytyapman qisqartirib. O'tmishda boshlangan va hozirgacha davom etib kelayotgan ishlar haqida gapirsak, present perfect continuous bo'ladi. Keywordsiga to'xtalib o'tsak, for, since, all day, recently, lately bo'ladi. Ya'ni qachondir ham boshlangan va hozir ham davom etyapti. O'shani ifodalab beradi. Masalan, I have been studying for 2 hours. Men 2 soatdan beri o'qiyapman. They have been working since morning. Ular ertalabdan beri ishlayapti. Ya'ni oldin boshlagan va hozirgacha davom etyapti. Keling endi past simple hamda past continuous ni ko'rib chiqsak. Past simple subject, verb, ed yoki verb 2. O'tmishda bo'lib o'tgan va tugagan harakatlar. Men kecha film ko'rdim. Masalan, I watched a movie yesterday. Men kecha film ko'rdim. She visited her grandmother's last week. U o'tgan hafta buvisini ko'rgani bordi. Keywords aytganda esimdan chiqib qolibdi. Yesterday, last night, last week, in 2020, ago. Ko'pincha yesterday hamda last night ko'proq keladi. Endi past continuous haqida gapirsak. Subject was, were, doing.
O'tmishda ma'lum bir vaqt davom etgan harakat. Men kecha 8 da o'qiyotgan edim. Shunaqaroq. Keywords while, when, at the moment, at 7 p.m. yesterday. I was studying 8 p.m. yesterday. Men kecha soat 8 da o'qiyotgan edim. They were playing football when I arrived. Men kelganimda ular futbol o'ynayotgan edilar. Ha, yana ko'pincha past continuousda while bilan topib olsangiz bo'ladi. Bu past continuousligini. Killing endi past perfect hamda past perfect continuous haqida gaplashsak. Past perfect subject had done. O'tmishda biron bir harakat boshqa o'tmishdagi harakatdan oldin tugaganini bildiradi. Keywords before, after, already, just, by the time. Bu ya'ni nima? Masalan, biz poyezd stansiyasiga kelganimizda ular allaqachon ketib bo'lishgan edi. Biz kelganimiz o'tgan zamonda, ularni ketgani undan oldingi zamonda. Ya'ni o'shaning uchun past perfect bo'ladi. Adashib ketman. I had finished my homework before dinner. Men kechki ovqatni oldin uy vazifam tugatgan edim. Ya'ni men kechki ovqatdan oldin uy vazifam tugatgan edim. She had left the office before I arrived. Men kelishimdan oldin u ofisdan ketgan edi. Ya'ni aytganimdek, biz stansiyaga kelganimizda ular ketishgan edi. Xuddi shu misolga o'xshadi. Past perfect continuous tense. Subject had been doing. O'tmishda bir vaqtgacha davom etib kelgan harakatni bildiradi. Keywords for, since, before, all day. Yana past perfectda ko'pincha before, after, already bilan bilib olsangiz bo'ladi. For, since, before, all day bo'lsa, bu past perfect continuousniki. Masalan, I had been studying for 2 hours before the exam. Imtihondan oldin 2 soatdan beri o'qiyotgan edim. They had been working all day before they went to home. Uyga kelishidan oldin ular kuni bo'yi ishlayotgan edilar. Keling endi future simple hamda future continuous haqida gaplashsak. Future simple subject will verb 1. Kelajakda sodir bo'ladigan oddiy harakat yoki qaror haqida gapirsak. Keywords tomorrow, next week, next year va soon. Odatda tomorrow va soon birga keladi va birdan ana shu ikkita kalitni ko'rsangiz, bu future simple bo'ladi. Example, I will start my YouTube channel tomorrow. Men ertaga YouTube kanalimni boshlayman. She will buy a new phone next week. U kelasi hafta yangi telefon sotib oladi. Future continuous tense. Subject will be doing. Kelajakdagi ma'lum bir davom etgan harakat haqida gapirsak. At 5 p.m. tomorrow. This time tomorrow. At that time while. Examples. I will be studying 8 p.m. Men soat 8 da o'qiyotgan bo'laman. They will be working tomorrow morning. Ular ertalab ishlayotgan bo'lishadi. Ya'ni nimadirni plan qilib qo'yishgan bo'ladi va o'sha payt bo'ladi. Masalan, men ertaga Gavayi orollarida sayr qilayotgan bo'laman desam ham bu future continuous tense bo'ladi. Xo'sh, keling endi future perfect hamda future perfect continuous haqida gaplashsak. Future perfect tense subject will have done. Kelajakdagi ma'lum bir vaqtga kelib tugab bo'lgan harakat uchun. Keywords by tomorrow, by next week, in 2030, before va shular. Examples, I will have finished my homework by 8 p.m. Men soat 8 gacha uy vazifamni tugatgan bo'laman. She will have built her business
by next year. U kelasi yilga kelib o'z biznesini qurib bo'lgan bo'ladi. Future perfectda ko'pincha by tomorrow va by 2030 keladi. Future perfect continuous. Future perfect continuous subject will have been doing. Kelajakdagi ma'lum bir vaqtgacha davom etib kelayotgan harakat. Keywords: for, since, by this time, for 2 hours. Ya'ni bu nima? Biron narsa hozir misol ko'raylikda. I will have been studying for 3 hours by 10 p.m. Men soat 10 ga kelib 3 soatdan beri o'qiyotgan bo'laman kabi. Hop, keyingisi they will have been working here for 5 years by 2026. Ular 2026-yilga kelib bu yerda 5 yildan beri ishlayotgan bo'lishadi desak. Agar video yoqqan bo'lsa, like, podpiska va agar tushungan bo'lsangiz, o'zingiz bilgan, o'zingiz yoqtirgan zamonga bitta gap yozib keting kommentariyada.